Hammaga salom do'stlar. Kanalga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham aktual bo'lgan mavzulardan biri. Abuser inson qanaqa qilib bizni o'zimizga bildirmasdan o'zimizga bo'lgan ishonchni sindirib, bizni o'ziga qaram qilish to'g'risida gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling, chunki bu videoda qimmatli ma'lumotlar ayniqsa oxirida juda ham ko'p bo'ladi. Demak, abuser bosqichma-bosqich bizni qanaqa qilib sindiradi. Tayyor bo'lsangiz ketdik. Birinchi, ideal tanishuv. Abuser inson odatda bizni hayotimizga ideal kartinada kirib keladi. Tanishish jarayoni, ideal restoranlar, mashina, uyga kuzatib qo'yish, sovg'a salom, gullar, podarkalar. Xullas, sizni xayolingizda u sizni idealingiz. Siz qachonlardir kutgan insoningiz keldi oqatda va siz bu insonga sekin bog'lanishni boshlaysiz. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Abuser inson munosabatda boshida juda ham zo'r muomalada bo'ladi. U o'zidagi o'sha agressiyani yoki sizni sindirishga bo'lgan xatti-harakatni umuman ko'rsatmaydi. Demak, ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda abuser bizni yaqin insonimizga aylanishni boshlaydi. Bizni og'riqli mavzularimizni ko'taradi. Bizni sirlarimizni sekin o'rganadi. Yana ham bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, u xavfsiz hududni yaratishni boshlaydi. Va biz ishonib sirlarimizni, xatolarimizni, og'riqli mavzularimizni u bilan bo'lishni boshlaymiz. Uchinchi bosqich. Abuser bizni ko'z o'ngimizda ideal obrazni yaratdi, sirlarimizni, og'riqli mavzularimizni o'rgandi, ana endi sekin o'zi uchun ishga kirishadi. Uchinchi bosqichda abuser sekin bizni o'zimizga bo'lgan ishonchni tushirishni boshlaydi. Shu o'rinda bitta narsani aytish kerak, bu sekin qadamma-qadam bo'ladi. Chunki agar birdaniga bu narsa bo'ladigan bo'lsa, insondagi защитный mexanizm ishlab ketadi. Lekin bu narsa sekin bo'ladigan bo'lsa, inson go'yoki chidab, yaxshi bo'lib qolar, oldingi holiga qaytar degan o'y xayollarda bu narsaga ko'z yumish ehtimoli baland bo'ladi. Abuser mana shu taktikadan ajoyib foydalanadi. Dastavval u bizga o'zimizga bo'lgan ishonchimizni go'yoki savollar orqali berib, yo bo'lmasam go'yoki kichkinagina xabar orqali ma'lumot bergandek bu narsani sekin miyamizga qo'yishni boshlaydi. Masalan, yaxshi uxlamadingmi? Yo'q, nega? Yaxshi uxladim. Ko'rinishing juda ham o'zgarib ketibdi. Oldingi bilan solishtirganda qarib ketganga o'xshaysan. Mayli, e'tibor berma. Lekin qanaqasiga siz e'tibor bermaysiz? U go'yoki kichkinagina mavzuni ochib yopvordi, lekin bu narsa sizni xayolingizda aylanadi. Keyingi safar ko'rishganingizda to'lishib ketibsanmi? Yo'q, menga shunaqa tuyuldi yoki kiyiming shunaqa ekan. Ya'ni bu ochiqdan ochiq hujum emas, lekin savol orqali yoki hazilomuz bir-ikki og'iz gap orqali va hokazo bizni o'zimizga bo'lgan ishonchimiz sekin tushishni boshlaydi. Va biz ana endi 4-bosqichga yaqinlashishni boshlaymiz. U insonga ishonib, og'riqlarimizni aytib, yaqin insonimizni bilganimizdan keyin bizni yaqinlarimizdan izolyatsiya qilishga o'tadi. Bu yaqin qarindoshlar, yaqin do'stlar, hamkasblar, sinfdosh, kursdosh, kim bo'lishidan qat'iy nazar biz yaqin deb bilgan insonlarimiz. Go'yoki abuserni nazdida aynan o'sha insonlarni deb sizlarni oranglarda konflikt bo'layotgandek, aynan o'sha insonlarni deb munosabatda muammolar bo'layotgandek abuser sabab qilib ko'rsatadi bu narsani. Sekin sizni tanlov ostida qoldiradi. Yoki meni tanla yoki ular bilan bo'l. Yoki ularnida yoki manida. Chunki ularnida muammo bo'lyapti. Sen o'shalaring bilan ko'rishib kelganingdan keyin menga bunaqa muomala qilasan. Sen o'shalaring bilan gaplashganingda har safar o'zgarib qolasan. Ya'ni faktlarga asoslanilmagan sizni ayblash boshlanadi. Va doim sizni atrofingizdagi insonlar aybdor, sababchi sizlarning muammoingizda. Nimaga bunaqa bo'ladi bilasizmi? Chunki abuser bizni izolyatsiya qilishi boshlashini asosiy sababi, agar biz yaqinlarimiz bilan kontaktda bo'lib tursak, bizdagi o'zgarishlarni yaqinlarimiz payqashi mumkin. Biz qanaqa qilib qurbon roliga o'tib ketayotganimiz, biz qanaqa qilib abuserni o'ljasiga aylanayotganimizni yaqinlarimiz ko'rib, o'sha narsani bizga yetkazishga harakat qilishi mumkin.
Bu esa abuser uchun juda ham katta xavf. Va biz tabiiyki bu narsalarni bilmaganligimiz uchun, bunaqa ma'lumotlarimiz bo'lmaganligi uchun abuserga yon bosamiz. O'rtoqlarimiz bilan ko'rishni kamaytiramiz. Qarindoshlar bilan sekin-sekin ulardan uzoqlashishni boshlaymiz. Abuser ana o'sha paytda 5-bosqichga o'tadi. 5-bosqich menimcha eng og'riqli nuqtalardan biri. Sevgi uchburchagiga. Bu nima degani? Endilikda abuser o'zini defitsit insonga aylantirishni boshlaydi. Go'yoki uni o'tmishidagi inson aloqaga chiqyapti. U bilan yarashishni xohlayapti. Yo bo'lmasam uni ko'cha-ko'yda kimlardir uchrashuvga taklif qilyapti. Tanishishni xohlayotgan insonlar juda ko'p. Abuser bilan munosabatdagi inson ichidan qo'rquvni his qilishni boshlaydi. Ichidan mana shu abuserni yo'qotib qo'yishi mumkinligini, xatarni his qilishni boshlaydi. Tabiiyki, yaqinlardan uzildik, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz pasayib ketgan, sirlarimizni hammasini aytganmiz. Eng ishongan, suyanib qolgan insonimiz bu abuser. Endi mana shu qimmatli bo'lgan inson, qo'shtirnoq ichidagi qimmatli deb o'ylangan inson defitsit insonga aylanyapti. Uni yo'qotib qo'yishimiz mumkin endi. Unga qiziqish bildiradiganlar bor atrofda. Mana shu holatda munosabatdagi inson o'zidagi resurslarni sarflashni boshlaydi. Endilikda u uyquda qiynaladi. Endilikda uni foydali odatlari bo'ladigan bo'lsa, ular sekin-sekin to'xtaydi. Misol uchun sport, kitob o'qish, o'zini ustida ishlash va hokazo. To'g'risi hamda Mamutni kimnidir yo'qotib qo'yishdan ichingizda qo'rquv yonib turgan bo'lsa, ko'nglingizga kitob o'qish sig'adimi? Ko'nglingizga zalga chiqish sig'adimi? Albatta sig'maydi. Ko'zingizga uyqu keladimi? Tabiiyki yo'q. Undan tashqari ishtahani yomonlashishi va shu bilan birga insonda qo'rquv kuchayishi. Ana endi biz 6-bosqichga o'tamiz. Moliyaviy qaramlik. Abuserni yo'qotib qo'ymaslik uchun biz ratsional fikrlashdan allaqachon chiqib ketganmiz. Biz sog'lom fikr yurita olmaymiz. Qaram bo'lib bo'ldik. Abuser bizni o'ziga qaram qilishni xohlar ekan, u har taraflama bu narsani amalga oshiradi. Agar biz ishlaydigan bo'lsak, endi ish ham munosabatdagi muammoga aylanadi. Yoki ishni deb vaqt ajrata olmayotgan bo'lamiz abuser inson uchun. Yoki ishdagi hamkasblar go'yoki munosabat uchun xavf bo'ladi. Ulardan qizg'anish, xiyonatda ayblash, insonda aybdorlik hissini uyg'otish. Bular hammasi abuser tomonidan juda ham chiroyli qo'llanadi. Tabiiyki, o'lja ishidan ham voz kechadi. Agar uni qanaqadir hobbilari bo'lsa, daromad topadigan, pulidan ham voz kechadi. Agar yaqinlari pul beradigan bo'lsa, voz kechadi. Pul sekin-sekin insonda kamaygandan keyin ora-orada bu insonning hayotida 3-shaxs paydo bo'lib qolishini his qilib turgan inson tabiiyki o'zligini yo'qotishni ham boshlaydi. Va biz mana shu yerda 7-bosqichga o'tamiz. Endi abuser bizni tez-tez inkor qilishni boshlaydi. Qo'ng'iroqlarimiz inkor qilinadi. Yozadigan xabarlarimiz inkor qilinadi. Ko'rishishlar oxirgi daqiqalarda bekor qilinadi. O'lja endilikda sog'lig'ida kasalliklar chiqishi mumkin. Oldingi holati yana ham yomonlashishi, ya'ni uyquda, ishtahada va eng yomoni abuserni ushlab qolish uchun hamma narsaga tayyor bo'la boshlanishi kuzatiladi o'ljada. Va biz 8-bosqichga mana shu yerda o'tamiz. Abuser endilikda jerkish pozitsiyasiga o'tadi. U ko'rib turibdiki, biz to'laqonli o'ljaga aylandik. O'rgimchak to'riga ilingan hasharotdek va ilingan hasharotni o'rgimchak aylantirib uni chiqib keta olmasligiga amin bo'lganidek, biz ham abuserni o'ljasiga aylandik va uni ishonchi komil endi chiqib keta olmasligimizga. Xohlagan payt yerga urish, tahqirlash, qo'l ko'tarish, istalgan payt bloklash, hayotingizdan birdaniga yo'q ketish, chunki ishonchi komil. Siz
o'zingizni oyoq osti qilib, nima qilib bo'lsa ham uni hayotida qolish uchun, yashab qolish uchun uni hayotida hamma narsaga tayyorligingizni biladi. Istalgan payt so'kinch, istalgan payt sizni o'zidan itarish, tahqirlash, yerga urish, boshqalar bilan solishtirish va shu o'rinda sizga ajratgan vaqti, sizga qilgan tanlov noto'g'riligini doim miyangizga qo'yib keladi. Ya'ni shu orqali meni qadrim baland, men sen bilan munosabatda bo'lish orqali senga ruscha qilib aytganda одолжение qilyapman. Vaholanki sen bunga arzimaysan degan narsani o'ljani miyasiga qo'yadi. Tabiiyki inson mana shu abyuzerga kerak bo'lsa sig'inishga tayyor bo'ladi. Kerak bo'lsa xafa bo'lmaynu, oyog'ini o'pishga tayyor bo'ladi. Aytgan har bitta ishini qilishga tayyor bo'ladi, uni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Chunki u to'laqonlik o'ljaga aylangan bo'ladi. Yaqinlardan voz kechgan, moliyaviy erkinlik yo'q, qiziqishlar yo'q, foydali odatlar yo'q. Faqat butun dardi bir inson. Agar u qo'ng'iroqqa javob bersa yoki yozsa yoki ko'rishadigan bo'lsa, undan baxtli inson yo'q. Va qolgan paytlar doim azoblanish, yig'lash, uyqusiz tunlar, depressiya. Mana shu bilan hammasi tugaydimi desangiz yo'q. So'nggi bosqich bor. Va so'nggi bosqichda abyuzer ishonchi komil bo'lishiga qaramasdan o'lja chiqib ketmasligiga buyog'iga. Lekin har ehtimolga qarshi o'zi uchun xavfsizlik yostiqchasini qilib qo'yadi. Bu mabodo qachondir o'lja bunt ko'taradigan bo'lsa, o'lja munosabatni to'xtatishni o'ylab ko'radigan bo'lsa, ana o'sha holatda abyuzer uni xohlaganicha ushab qolish uchun, istalgan ko'yga solish uchun, o'ziga shantaj qilish uchun ma'lumot, dalillarni olib qo'yadi. Bu rasmlar bo'lishi mumkin, bu videolar bo'lishi mumkin, bu yozishmalar bo'lishi mumkin, bu qanaqadir sir bo'lishi mumkin, o'lja tomonidan aytilgan va hokazo. Bordi-yu abyuzerga bosh ko'tarib, men munosabatni to'xtataman, chidamayman deydigan holat bo'lganda, vaholanki bunaqa holat uncha-munchaga bo'lmaydi. Ana o'sha holatda abyuzer to'xta, nima qilasan? Men buni ko'rsataymi yaqinlaringga? Akangga tashib beraymi? Men buni adangga borib eshittiraymi? Yo bilmay qoldingmi menda nimalar borligini degan pozitsiyaga o'tadi. Tabiiyki, o'lja xohlasa xohlamasa abyuzer qurboni bo'ladi. Afsuski, qanchadan qancha insonlar dard ichida. Mana shunaqa holatga tushib qolgan va bu holatdan chiqib keta olmaydi. Do'stlar, bugungi abyuzer haqidagi videoyim umid qilaman sizlarga ma'qul keldi. Men Telegram kanalimda, Instagram platformamda juda ham ko'p videolarni amalga oshiraman. Xudo xohlasa, sizlar bilan boshqa videolarda ko'rishamiz. Video ma'qul kelgan bo'lsa, umid qilaman va iltimos qilaman, uni like bilan qo'llab-quvvatlang va izohlarda fikringizni qoldiring. Qanchalik chiroyli, tiniq men sizga abyuzerni ochib tashlaganimni yozing, men kutib qolaman fikringizni. Sog' salomat bo'ling.